Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bir yigit bir go'zal qizga uylanibdi. Har kun savdo ishlari bilan bozorga ketar chog'ida hovli darvozasini qulflab xotinini qamab ketar ekan. Bu narsa xotiniga yoqmas va har kun eridan unga ishonishini o'tinib so'rar. Lekin baribir uyda o'tirib ham ishonchini qozona olmabdi. Ayol makri 40 tuyaga yuk bo'ladi. Agar ayol xohlasa, filni ustida ham xiyonat qiladi, deb aytib ketganlar ota-bobolarimiz. Turmush o'rtog'ining ishonchiga kira olmagan xotin oxir oqibat uydan chiqmay, aniqrog'i devorlari baland qilib o'ralgan va eshigiga qulf osilgan uyda o'tirib ham erga xiyonat qilish rejasini tuzibdi. Ayol o'z rejasini mahalladagi sutchi kampir yordamida amalga oshiradi. O'sha kampir mahalladagi eng kelishgan yigitiga ayol yozgan maktubni tutqazadi. Yigit esa bu ayolni erini juda yaxshi tanishi, erining rashkchi ekanligini, asosiysi uyga kirishni iloji yo'qligini aytadi. Shundan keyin ayol kampir yordamida yigitga reja yozilgan maktubni yuboradi. Unga ko'ra yigit avval rashkchi savdogarning oldiga borishi, unga safarga ketayotganini va bir sandiqni unga omonat tashlab ketishini aytishi lozim edi. Savdogar rozi bo'ldi va ichida yigit kirib olgan sandiqni uyiga olib kirib, darvozani qulflab bozorga ketdi. Mana endi nima bo'lishini tasavvur qilavering. Sandiq ichiga yigitni kiritib, uni qulflagan kampir ayolga kalit olib kelib, doim suhbatlashadigan eshik tirqishidan berdi. Kech tushgandan keyin uyga qaytdi. Xotin undan bu sandiq qayerdan kelib qolganini so'radi. Javobni eshitgach eriga o'zingiz hech kimga, hatto menga turmush o'rtog'ingizga ham ishonmaysiz. Nega begona buyumlarni uyimizga olib kirasiz? deb so'radi. Keyin esa erini sandiq qulfini buzishga majbur qildi. Avvaliga shirin xayollar bilan yotgan yigit sandiq qulfini umuman kutmagan, odami ochganligini ko'rib karaxt ahvolga tushib qoldi. Uni ko'rgan savdogar esa shoshib qoldi va urushib ketdi. Oraga xotini aralashdi. To'xtang, buning hammasini men o'zim uyushtirdim. Bu yigitda ayb yo'q. U ham meni rejamning qurboni bo'ldi. Gap shundaki, sizga men qancha ko'p yalindim. Allohdan qo'rqishimni va xiyonat degan so'z men uchun begona ekanligini qanchalik sizga uqtirmay, baribir ishonchsizlikda davom etdingiz va darvozani qulflab ketardingiz. Mana endi o'zingiz o'ylang. Sizni sandiqni ochishga majburlaganimdan, sandiqni esa siz yo'qligingizda mana bu kalit bilan o'zim ochsam nima bo'lar edi? Ha, savdogar hammasini tushundi. Turmush o'rtog'iga nisbatan ishonch tuyg'usi uyg'ondi va unga yanada ko'p mehr qo'ydi. Ularning muhabbatlari yanada mustahkamlandi. Keyin esa savdogar ayolni qanchalik suygani sari uni yanada qizg'onib, rashki ham ortaverardi. Lekin unga ishongani uchun darvozaga qulf solmas edi.